Do'stlar, siz bunga tayyormisiz? Chunki 2028 yilda avtomobil olamida shunday hodisa yuz beradi. U butun dunyoni hayratda qoldiradi. Ha, siz eshitgan nom qaytmoqda. Bu oddiy qaytish emas, bu afsonaning qaytishi. Gap Chevrolet Lacetti 2028 haqida ketmoqda. Bir vaqtlar har bir ko'chada, har bir oilada, har bir haydovchining orzusi bo'lgan Lacetti endi yana yo'llarga chiqmoqda. U jim yotgan yillardan so'ng qaytmoqda, lekin bu safar mutlaqo boshqacha, yangi ko'rinish, yangi ruh va yangi kuch bilan. 2028 yil Lacetti uchun shunchaki sana emas, balki butun bir inqilobning boshlanishi bo'ladi. Yangi Lacetti nafaqat chiroyli, balki aqlli, tez va zamonaviy bo'ladi. Deyishlaricha, uning yangi dizayni butunlay qayta ishlab chiqilgan. Old qismida keskin chiziqlar, LED faralar, sport uslubidagi radiator panjarasi, hammasi unga kuchli, agressiv xarakter beradi. Orqa qismi esa yanada ixcham, zamonaviy va hashamatli. Yo'lda yurarkan, odamlar beixtiyor to'xtab qaraydi. Bu endi shunchaki mashina emas, bu tasvirlangan qudrat. Ichkarisiga o'tirganingizda siz boshqa dunyoga o'tib ketgandek bo'lasiz. Katta sensorli ekran, raqamli asboblar paneli, yumshoq charm o'rindiqlar, hammasi haydovchi va yo'lovchi qulayligi uchun yaratilgan. Yoritish tizimi, ovoz izolyatsiyasi va har bir detaldagi aniqlik bu mashinani haqiqiy premium darajaga olib chiqadi. Eng hayajonli tomoni uning yuragi, ya'ni dvigatelidir. 2028 yilgi Lacetti zamonaviy gibrid yoki hatto to'liq elektr variantda chiqishi mumkin degan mishmishlar bor. Tasavvur qiling, jim, tejamkor, lekin kuchli. Harakat yumshoq, ammo reaksiyasi chaqqon. Endi Lacetti nafaqat tezlik, balki energiya samaradorligi va ekologiya ramziga aylanadi. Chevrolet bu safar hech narsani shunchaki qilmayapti. Ular bu modelni butunlay yangi darajaga olib chiqmoqchi. Lacetti endi shunchaki mashina emas, bu kelajakning belgisi. Unga qarasangiz, siz nafaqat dizaynni, balki Chevrolet falsafasini ko'rasiz. Texnologiya, ishonch va hayajonning mukammal birikmasi. Xavfsizlik ham eng ustuvor yo'nalishlardan biri bo'ladi. Yangi Lacetti 360 darajali kamera, aqlli tormoz tizimi, avtomatik masofa nazorati va to'qnashuvni oldindan sezuvchi datchiklar bilan jihozlanadi. Bu mashina sizni nafaqat manzilingizga olib boradi, balki har daqiqada himoya qiladi. Lekin eng katta sir bu uning qaytishdagi dramatizm. 2024 yilda Lacettining ishlab chiqarilishi to'xtatilgan edi. Ko'pchilik o'yladi, endi bu model tarixga aylandi. Lekin 2028 yilda Chevrolet shunchaki tarixni tiklamaydi, u tarixni qayta yozadi. Bu model o'z o'tmishini, hozirini va kelajagini birlashtiradi. Aytish mumkin, Lacetti qaytmoqda, lekin u endi avvalgidek emas. U kattaroq, aqlliroq va o'ziga to'liq ishonch bilan qaytyapti. Chevrolet aytmoqda, biz afsonani uyg'otmoqdamiz. Va haqiqatdan ham bu qaytish bu yilning eng katta avtomobil yangiligi bo'ladi. Shunday ekan, do'stlar, tayyorlaning. Chunki 2028 yilda yo'llarda jimlik bo'lmaydi. Lacetti qaytganda dunyo yana